To'xtang, Dilozor bu o'pka to'libdimi, suv ketmayapti. Tushunibdingmi, men bilib beraman. Bugungi men o'pka solishimdan hammaning savoli siz Uyg'urmisiz? Siz aniq Uyg'ursiz. Uyg'ursiz-a? Ota-onangiz Uyg'ur bo'lgani juda ham ko'p xabarnoma keldi. Ha, to'g'ri. Qalban Uyg'urman. Yoshligimizda onam juda ham ko'p tayyorlab berardi. Qo'shnimiz Umida opaman, ikkinchi onam Uyg'ur edilar. Shuning uchun Uyg'urlarga mehrim bo'lakchi. Sizchi siz o'pka quyishni bilasizmi? Mazasi yoqadimi? Endi navbat hasibga. Hasibga kerakli mahsulotlarni, ya'ni o'pka, taloq, yuraklarni, go'shtlarni misaropkadan chiqardik. Guruch yaxshilab yuvib soldik. Hamda zelinimizni metlazib, kashnichimizni to'rab soldik. Endi qiyma qoramiz. Taqdirning taqozosi bilan meni yaqinim Dilnazar ham Uyg'urlar menga juda ham ko'p yordamlar berdi. Iloji boricha tushuntirib video olishga harakat qildik. Agar tushunmagan joyinglar bo'lsa, direktimga o'pka so'zini yozsanglar, aniq retseptini yuboraman. Buni mazasini o'pka solib, o'pka yeb yurgan odamlar juda yaxshi bilishadi. Ortiqcha ta'rifga dil ojiz, juda ham mazali hamda vitaminlarga, oqsillarga va uglevodlarga va kollagenga boy mahsulot. Obunachilarim orasida o'pka quyib, o'pkani tatib ko'rmaganlar bo'lsa, tezda bu xatoni tuzatinglar. Albatta tatib ko'ringlar, mazasi sizlarga yoqib qolishi aniq.